Assalomu alaykum, sizlar bilan Rizashovuz kanali. Bu videorolikimiz quyosh mashinaga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida bo'ladi. Selsiy bo'yicha harorat 71,1 darajaga chiqsa, ko'p narsa bo'lishi mumkin. Masalan, tuxum pishirish mumkin, bakteriyalar o'lishi mumkin, inson terisi 3-darajali kuyish olishi mumkin. Jaziramada quyosh tig'i ostida turgan avtomobil ko'rsatkichlar paneli 71,1 darajaga qizishi uchun 1 soat kifoya. Endi shu mashina ichida qoldirilgan bola 1 soatda qanday ahvolga tushishini tasavvur qilib ko'ring. Sizlarga bir unutilgan bola sindromi haqida gapirib beramiz. Bu ko'ngilsiz voqea AQShning, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining Tennessee shtatida yuz bergan. Otasi unutib qoldirilgan 1 yoshli qizaloq Katera Barker oftobda qizib ketgan mashina ichida nobud bo'lgan. Faqat oradan 10 soat o'tib qizni onasi topgan. Matt Barker uyidan 23-may kuni ertalab soat 7:30 da asrandi qizchasi va uning 5 yoshli akasini bog'chaga qo'yish uchun mashinada yo'lga chiqadi. Miyasi turli rejalar bilan band Matt o'g'lini bog'chada qoldirdi. Orqa o'rindiqdagi qizchani unutib qoldirdi. Ortga qaytgach, mashinani uyi yonidagi yo'lakchaga qoldirdi. Keyin taksi chaqirib aeroportga, u yerdan komandirovkaga uchib ketdi. Kechki payt bolalarni bog'chadan olish uchun Mattning ayoli Jenny Barker bog'chaga bordi. Bolalarning biri yo'q. Noxushlikni sezgan ona soat 17:45 da 911 ga qo'ng'iroq qiladi va uyiga yugurib ketadi. Bu paytda esa mashinada qarovsiz qoldirilgan qizcha hayot bilan vidolashib bo'lgan bo'ladi. U qizaloq shuncha vaqt mashina ichida qanday azob tortgani faqat yaratganga ayon. Daily Mail xabar berishicha, o'sha kuni havo harorati soyada +32 gradusni tashkil qilgan. Demak, mashinaning ichi +50 gradusni tashkil qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida 2018-yilning yanvar va may oylari oralig'ida mashinada qoldirib ketilgan 6 nafar bola chidab bo'lmas issiq tufayli nobud bo'lgan. Har yili o'rtacha 37 nafar amerikalik go'dak mashinalarda qarovsiz qoldirish oqibatida halok bo'lmoqda. Harorati 40 darajadan oshib ketgan tananing qayta sovishi juda qiyin masala. Afsuski, bu sindrom bizda ham allaqachon paydo bo'lgan. Qaysi mashina tez qiziydi? Arizona Universiteti va San Diego tibbiyot maktabi hamkorlikda turli mashinalarni jazirama havo qay darajada qizdirishi va bundan masalan 2 yashar go'dak qay holatga tushishi mumkinligi borasida tadqiqot ishlari olib borgan. Tadqiqotchilar 6 mashinani tanlab olishgan. O'rtacha kattalikdagi 2 ta bir xil kumushrang sedan, 2 ta kichik o'lchamdagi bir xil kumushrang mashina va 2 ta kumushrang bir xil minivan. 3 kun davomida mashinalar Arizona jaziramasida kunning turli paytlarida goh quyoshli, goh soyali turdi. Mashinalar sirtidagi va ichidagi havo harorati diqqat bilan qayd etib berildi. Quyoshda turgan avtomobillarning salqindagi o'rtacha havo harorati 1 soat Selsiy bo'yicha 46,6 darajaga chiqadi. 1 soat ichida o'rtacha hisoblanganda ko'rsatkichlar paneli 69,4, boshqaruv chambaragi, ya'ni rul 52,7, o'rindiqlar esa 50,5 darajaga qizilgan. Soyaga qo'yilgan avtomobillarning salonidagi o'rtacha harorat 1 soatda Selsiy bo'yicha 37,7 darajaga chiqqan. 1 soat ichida o'rtacha ko'rsatkichlar paneli 47,7, rul esa 41,6, o'rindiqlar 40,5 darajaga qizilgan. Mashinalar qizish vaqti farq qiladi. Mashina qancha kichik bo'lsa, shuncha tez qiziydi. Endi diqqat qilamiz, xavfsirash asoslimi? Insonning yoshi, vazni, salomatligi, ustidagi kiyimlar kabi omillar ham issiqning qay darajada xavfli tus olishiga katta rol o'ynaydi. Olimlar bolalarni aynan qachon issiq urishini oldindan aytib berisha olmaydi. Biroq bo'lib o'tgan hodisalar tana harorati 104 darajaga yuqorilab ketganini va bu uzoq vaqt davomida sodir bo'lganini ko'rsatmoqda. Tadqiqotchilar bu sinovlarda 2 yoshli bola modelini ham foydalanishgan. Xuddi shu tadqiqot sharoitlarida bu mashinalar ichida qoldirilgan bolani issiq urishi uchun quyosh ostida 1 soat, soyada esa 2 soat yetadi. Bu videorolikimizda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. Mana yoz ham yaqinlashib kelmoqda. Bolalarni mashinalar ichida qoldirmasligingizni so'rab qolamiz va keyingi videorolikimizda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.